Yevropa İttifaqı krizisini boshqarish komissari Jans Linarch 6 fevral e'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumotga qaraganda, Yevropa İttifaqı qattiq yer tavrish ofati yuz bergan Turkiya va Suriyaga 10 qutqizish atrit avatganligini e'lon qilgan. Bu ikki davlatning eng yangi sonliq ma'lumotlariga qaraganda 6 fevral kuni atiganda Turkiyaning janubiy va Suriyaning g'arbiy shimol rayonlarida 7.8 ball kuchli yer tavrab 1500 ga yaqin odam qazo qilgan. Türkiye'nin en yangi e'lon qilgan qazo qilganlarning soni 912, Suriyada 512 odam qazo qilgan, 988 odam yaralangan ekan. 7.8 ball yer tavrgandan keyin Türkiye'nin janubida 66 qitim yer tavrab, texmi ko'p ziyon va buzg'unchilikni keltirib chiqargan. Qo'shni davlat Livandim yer tavrashni kuchli his qilgan. Turkiya Davlat Mudofaa Ministrligi 6 fevral kuni harbiy qismdan havo koridori qurib, izlash va qutqizish atlatlarining shimoliy janub yer tavrash rayoniga tez surat yetib berishiga yo'l ochgan ekan. Italiya va Fransiya yer tavrash ofati yuz bergan rayonlarga yordam berdi. Yevropadagi boshqa davlatlar Belgiya va Polsha Turkiya va Suriyaga jiddiy yordam bermoqda ekan. Yevropa komissarlari Borrell va Linas bayonotlarida Bulgariya, Kirodiya, Ispaniya, Finlandiya, Germaniya, Fransiya, Gretsiya, Gollandiya, Polsha, Ruminiya va Chex Cumhuriyati yer tavrash ofati yuz bergan 10 shaharda izlash va qutqizish atritini tezdan safarbar qilib, yerlik qutqizishning jiddiy safarbar qilishini qo'llagan. Musulmon ulamolar birligi islom dunyosini Turkiya va Suriyada yer tavrash ofati yuz bergan rayonlarga darhol insonparvarlik yordam buyumlarini yetkazib berishga va izlash qutqizish faoliyati yordam berishga chaqiriq qilgan. Amerika o'zining havo boshlig'ida Amerika Xitoyning josuslik harakati deb ta'riflangan bir razvedka havo sharini bayqagan bo'lib, Amerikaning sezgur davlat bexatarlik o'rinlari qarata istixborot uchuri to'plashdagi tajovuzchilik harakati deb qaralgan. Wall Street Journal gazetining xabar qilishicha, Amerika amaldorlari Xitoy josuslik havo sharining Amerika tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyni ziyorat qilishni planlagan nozuk bir paytda bayqilishi, ikki davlatning yer shari va rayon xarakterlik masalalardagi kuchli ixtiloflarini yumshatish urinishlariga savol paydo qilganligini aytgan. Amerika davlat ishlar kotibi Blinkenning Xitoy ziyoratini boshlashiga 24 soat qolgan bir paytda Xitoy josuslik havo sharining Amerika havo boshlig'ida bayqilishidan keyin 5 fevral boshlangan Xitoy ziyoratini kechiktirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika amaldorlari Xitoy josuslik havo sharining Amerika havo boshlig'ida bayqilishi Amerikaning egilik huquqiga aniq xiloflik qilish harakati deb ko'rsatgan. Amerika tashqi ishlar ministrligining yuqori darajalik bir amaldor Reuters agentligiga qilgan so'zida har qaysi organlardagi kishilar davlat majlisi bilan maslahatlashgandan keyin hozirgi vaqtda Blinkenning Xitoyga safar qilishining to'g'ri vaqt emasligini qaror qilganligini bildirib, Xitoy tarafining afsuslanganligiga doir bayonotiga diqqat qilganligini bildirish bilan bir vaqtda bu havo sharining Amerika havo boshlig'ida paydo bo'lishi egilik huquqiga, shundaqla xalqaro qonunga ochiq-oshkor xiloflik qilganlik, bu ishning yuz berishini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ko'rsatgan. Reuters agentligining bildirishicha, Xitoy bir puhraviy havo sharining Amerika osmoniga uchib kirib qolganligidan afsuslanganligini aytgan. Blinken birinchi oyning oxirlarida Uyg'ur, Hong Kong va Tibet vakillarini o'z ichiga olgan bir guruh faoliyatchi bilan ko'rishib, ularning fikrini olgan. Orqadan Amerika tashqi ishlar ministrligidagi diplomatlar oila a'zosi Xitoyning turma lagerlarida yetayotgan Amerikadagi ba'zi Uyg'urlar bilan ko'rishgan edi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 1 fevral kuni jamiyatning chetida qoldirilgan va xatar ichida yashayotgan muhojiratga Uyg'urlarning insonparvarlik ehtiyojlari sarlavhalik bir parcha doklad e'lon qilgan. Dokladda Amerika, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning insonparvarlik ehtiyojlari tafsiliy bayon qilingan. Mazkur dokladda Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarning o'zlari panohlanib turayotgan davlatlarda bexatarlik makonga ega bo'lolmay davlat tavalliksiz yashayotganligi, Xitoyning ko'nsir kuchayotgan chegara halqagan bostirish siyosatining parakandchiligiga, yana Xitoy hukumatining har turli tahdid va hujumlarga uchrayotganligi fakt isbotlar bilan o'tirib qo'yilgan ekan. Dokladda ko'rsatilishicha, muhojirat yashayotgan Uyg'urlar uchrayotgan qiyinchiliklarning yana biri bo'lsa, ko'plagan Uyg'urlarga o'zlari turishlik davlatning qonunlik salohiyati berilmaganligi sababli shu davlatning normal ma'arif va sog'lomlik siyosatlaridan bahramand bo'lolmayotganligi bildirilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimlari mazkur dokladni tayyorlash jarayonida Turkiyani asos qilgan holda muhojiratga Uyg'urlarning ahvolini tekshirgan bo'lib, ular bu jarayonda ota-onasi Xitoyning lager va turmalariga qamalgan. Turkiya va boshqa davlatlarda tirik yetim qolgan nurg'un Uyg'ur bolalarni ziyorat qilgan. Irqiy qirg'inchilikdan omon qolgan bu bolalarni iqtisodiy va psixologiyalik yordamga eng muhtoj, shundaqla xatar ichidagi bir millatning eng jiddiy masalasi ekanligi alohida ta'kidlangan.
Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mazkur dokladda xalqarалық insonparvarlik organlari va tashkilotlardan amaliy plan tuzib, dunyoning har qaysi joylarida panohlanayotgan Xitoyning qirg'inchiligidan omon qolgan Uyg'urlarning har turli ehtiyojini qondirishni talab qilgan. Mazkur talablar qonunliq ishlash salohiyatiga erishganlarga xizmat fursatini yaratib berish, o'quvchilarning turalg'usi, o'qish haqqi, yemak-ichmak, kiyim-kechak va davolash ishlariga ketadigan moddiy yordam va psixologiyalik yordam qatorliq ma'naviy ehtiyojlarni o'z ishiga olgan ekan. Amerikada xizmat qilayotgan injener Kavsar Vahid yaqinda Xenan o'lkasida o'qiyotgan singlisi Kamila Vahidning yurti qaytgandan keyin tutqun qilinganligini Twitterda xabar qilgan. Otishga aloqador xodimlarning bildirishicha, Xitoy doiralarining Xitoy o'lkalaridan ta'til qilib kelgan Uyg'ur o'quvchilarga qarata alohida nazorat tuzumini yo'l qo'yganligi va Otish shahridagi Pamir soqchixonasi tavalligidan Kamila Vahid va Tursunjon ismli ikki o'quvchining tutib tekshirilayotganligini dalillagan. Sharq Turkistonda 2017-yili cho'ng tutqun boshlanishining oldi keyinida chet elga chiqib ketganlar alohida tekshirish va tutqun obyekti qilingan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yildan boshlab Xitoy ichkari o'lkalarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar bo'libmi ta'til qilib kelganlar nuqtaliq tekshirish obyekti bo'lgan va ozroqli gumon qo'zg'aganlar tutib tekshirilgan. Amerikada yashayotgan injener Kavsar Vahidning Twitterda inkos qilishicha, uning Xenan o'lkasining Shangchu sanoat institutida o'qiyotgan 19 yoshli singlisi Kamila Vahid 12-oyning 5-ida qishliq ta'til qilib yurtiga qaytganda tutqun qilingan ekan. O'tgan yili Xitoy ichkari o'lkalarida xizmat qilayotgan Abduqodir Ro'zi va Tursunjon Bilga qatorliq o'quvchilarning va yana ichkarida o'qiyotgan Zuliyar Yasin qatorliq bir turkum o'quvchilarning tutqun qilinganligi oshkorlangan edi.